Bugungi ma'lumot juda muhim. Chunki u faqat bitta toifadagi odamlarga emas, pensiya olayotgan har bir fuqaroning oilaviy byudjetiga taalluqli. Men bugun sizga pensiyalar oshirilishi bo'yicha qabul qilingan qaror nimani anglatishini, kimning pensiyasi qancha o'zgarishi mumkinligini, qaysi holatlarda odamlar xato qilib pulini yo'qotib qo'yishi mumkinligini va hoziroq nima qilish kerakligini oddiy tilda tushuntirib beraman. Agar oilangizda ota-ona, buvi-bobo nogironlik pensiyasi oluvchi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchi yoki o'zingiz pensiya yoshiga yaqin bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar vaqtida eshitilsa, odam o'z haqqini talab qila oladi. Avvalo bir narsa aniq tushunib olaylik. Pensiya deganda ko'pchilik faqat yoshga doir pensiyani tushunadi. Lekin amalda pensiya tizimida bir nechta yo'nalish bor. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, shuningdek ayrim nafaqalar va ijtimoiy to'lovlar. Davlat tomonidan pensiya miqdori oshirilganda. Ko'pincha bu faqat bitta raqamni ko'tarish emas, balki butun tizimdagi hisob-kitoblarga ta'sir qiladigan jarayon bo'ladi. Oldin ko'p fuqarolar shunday vaziyatga duch kelardi. Narxlar oshadi, oziq-ovqat qimmatlashadi. Dorilar narxi ko'tariladi, kommunal to'lovlar ortadi, lekin pensiya yetmay qoladi. Masalan, bir pensioner oyga pensiya oladi. Uning asosiy xarajatlari non, un, yog', dori-darmon, elektr, gaz, suv va nevaralariga kichik yordamdan iborat. Pensiya miqdori o'zgarmasa, bu odam har oy oldingidan kamroq mahsulot sotib olishga majbur bo'ladi. Demak, pensiyani oshirishning asosiy sababi oddiy. Aholining real daromadini himoya qilish, ayniqsa doimiy ish haqi olmaydigan, pensiyaga tayanib yashaydigan insonlarni qo'llab-quvvatlash. Endi nima o'zgardi? Qabul qilingan qaror yakuniy bo'lsa, bu shuni anglatadiki, pensiyalarni qayta hisoblash bo'yicha huquqiy asos paydo bo'ladi. Ya'ni bu endi shunchaki gap so'z yoki mish-mish emas, balki tegishli organlar bajarishi kerak bo'lgan tartibga aylanadi. Lekin bu yerda eng muhim nuqta bor. Hammaning pensiyasi bir xil summaga oshmaydi. Ba'zi odamlar barcha uchun pensiya oshadi degan gapni eshitib, hamma pensioner bir xil pul qo'shimcha oladi deb o'ylaydi. Aslida pensiya miqdori odamning ish staji, oldingi ish haqi, pensiya turi, qo'shimcha ustamalar, imtiyozlar, minimal miqdorlar va hisoblash bazasiga bog'liq. Masalan, 2 kishi bir vaqtda pensiyaga chiqqan bo'lishi mumkin. Birinchi odam 35 yil ishlab, rasmiy ish haqi olgan, barcha sug'urta to'lovlari yuritilgan. Ikkinchi odam esa 15 yil rasmiy ishlagan, keyin norasmiy mehnat qilgan. Pensiya oshirilganda birinchi odamning pensiyasi yuqoriroq bo'lgani uchun qo'shimcha miqdor ham boshqacha bo'lishi mumkin. Ikkinchi odam esa minimal pensiya yoki unga yaqin miqdor olayotgan bo'lsa, uning holati alohida tartibda ko'rib chiqilishi mumkin. Shuning uchun men bugun har bir toifani alohida tushuntiraman. Asosiy qism 1 nimalarni bilish kerak? Kim xavotir olishi kerak va kim xavotir olmasligi kerak? Birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa, pensiya oshirilishi odatda avtomatik tarzda amalga oshiriladi. Ya'ni aksariyat pensionerlar pensiya jamg'armasiga borib ariza yozmasa ham, ularning pensiyasi belgilangan sanadan qayta hisoblanadi. Lekin avtomatik degani men umuman qiziqmasam ham bo'ladi degani emas. Chunki amaliyotda ma'lumotlar bazasidagi xatolar, bank kartasi bilan bog'liq muammolar, yashash manzili o'zgargani, hujjatlardagi nomuvofiqliklar sababli ayrim odamlar kechikishlarga duch keladi. Masalan, Toshkent viloyatida yashovchi 69 yoshli pensioner ayolni olaylik. U oldin pensiyasini naqd pul shaklida olgan, keyin bank kartasiga o'tkazilgan. Agar uning kartasi muddati tugagan bo'lsa yoki bankdagi hisobida muammo bo'lsa, pensiya oshgani bilan pul tushishida kechikish bo'lishi mumkin. Bunday holatda pensiyam oshmadi deb vahima qilishdan oldin bankdan hisob holatini tekshirdirish, keyin tuman pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kerak. Ikkinchi misol, Samarqandda yashovchi erkak kishi 30 yil rasmiy ishlagan. Lekin pensiyaga chiqqanda ayrim ish yillari orqadan topilmagani uchun staj to'liq kiritilmagan. U hozir pensiya olayapti. Pensiya oshirilsa, uning mavjud hisoblangan pensiyasi oshadi. Lekin agar u ilgari kiritilmagan stajini keyinroq hujjat bilan isbotlasa, faqat umumiy oshirish emas, pensiyaning o'zi ham qayta hisoblanishi mumkin. Mana shu juda muhim. Ba'zi odamlar faqat oshirilgan summani kutadi. Lekin aslida ularda pensiyani bundan ham ko'proq oshirish imkoniyati bo'ladi. Uchinchi misol, nogironlik pensiyasi oluvchi fuqaro. Bunday fuqarolarda pensiya miqdori nogironlik guruhi, mehnat staji, pensiya tayinlangan vaqt
tibbiy mehnat ekspertiza hujjatlari va boshqa omillarga bog'liq bo'ladi. Agar pensiyalar umumiy oshirilsa, nogironlik pensiyasi ham tegishli tartibda ko'rib chiqiladi. Lekin bu yerda tibbiy hujjatlar muttadi. Nogironlik guruhi qayta tasdiqlanganmi yoki muddatsizmi? Shular ham muhim. Agar hujjatda tanaffus bo'lsa, to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Shuning uchun nogironlik pensiyasi oluvchilar o'z guvohnomasi, tibbiy xulosasi va pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlari to'g'ri ekanini tekshirish kerak. Kim xavotir olmasligi kerak. Agar siz pensiyani muntazam olib kelayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz joyida bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, yashash manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa va sizga pensiya jamg'armasidan hech qanday qo'shimcha hujjat so'ralmagan bo'lsa, odatda pensiya oshirilishi avtomatik hisoblanadi. Berilmagan, siz faqat belgilangan oyda tushgan summani oldingi oy bilan solishtirib ko'rishingiz kerak. Kim e'tiborli bo'lishi kerak? Birinchidan, yaqinda pensiyaga chiqqanlar. Chunki ularning pensiya ishi yangi shakllangan bo'ladi va ba'zan ayrim ma'lumotlar keyin qo'shiladi. Ikkinchidan, boshqa hududdan ko'chib kelgan pensionerlar. Masalan, Farg'onadan Toshkentga ko'chgan bo'lsa, pensiya ishi qaysi tuman bo'limida yuritilayotganini aniqlab olish kerak. Uchinchidan, chet elda vaqtincha bo'lgan yoki uzoq muddat yashab qaytgan pensionerlar. To'lov tartibi bunday holatda alohida tekshirilishi mumkin. To'rtinchidan, pensiyasini ishonchnoma orqali olayotganlar. Ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, oshgan pensiya ham vaqtida olinmay qolishi mumkin. Endi raqamli vaziyatlarni tushuntiray. Faraz qilaylik. Bir pensiyaner oldin 1 million 200 ming so'm pensiya olgan. Agar oshirish foizda belgilansa, masalan, ma'lum foiz qo'shilsa, uning pensiyasi shu asosda ko'payadi. Boshqa bir pensioner 2 million 5 ming so'm olgan bo'lsa, uning qo'shimcha summasi birinchinikidan ko'proq bo'lishi mumkin. Ammo minimal pensiya miqdori ham oshirilsa, eng kam pensiya olayotganlar uchun alohida ijobiy o'zgarish bo'ladi. Shuning uchun qo'shnimga ko'proq tushdi, menga kamroq tushdi deb darhol xulosa qilish to'g'ri emas. Har bir pensiya ishi alohida hisoblanadi. Yana bir hayotiy holat, bir ayol umrining katta qismini bolalarni parvarish qilish, oilaviy ishlar bilan o'tkazgan, rasmiy staji kam. U minimal pensiya yoki ijtimoiy nafaqaga yaqin to'lov oladi. Pensiya oshirilganda bunday fuqarolar uchun davlat tomonidan belgilangan eng kam kafolatlar muhim rol o'ynaydi. Demak, ularning daromadi ham oshishi mumkin. Lekin miqdor ish staji ko'p bo'lgan pensionernikidan farq qiladi. Endi eng ko'p xato qilinadigan joylarga o'tamiz. Birinchi tuzoq rasmiy qarorni ko'rmasdan turib, ijtimoiy tarmoqlardagi har xil jadval va ro'yxatlarga ishonish. Telegram kanallarda mana hammaning pensiyasi falon summaga oshdi degan rasmlar tarqalishi mumkin. Lekin siz doim rasmiy manbani tekshirishingiz kerak. Rasmiy manba deganda prezident qarori yoki farmoni, hukumat qarori. Pensiya jamg'armasining rasmiy e'loni Adliya vazirligining huquqiy axborot kanallari tushuniladi. Agar raqamlar rasmiy hujjatda bo'lmasa, u faqat taxmin bo'lishi mumkin. Ikkinchi tuzoq, pensiya oshdi. Demak, menga darhol shu o'yning boshida tushishi kerak degan fikr. Ba'zi qarorlarda oshirish aniq sanadan kuchga kiradi. Masalan, oyning il sanasidan yoki boshqa belgilangan kundan. Lekin texnik qayta hisoblash, bank orqali o'tkazish, naqd pul yetkazish jarayonlari bir necha kun farq qilishi mumkin. Agar sizning qo'shningizga bugun tushib, sizga ertaga tushsa, bu har doim ham muammo degani emas. Lekin kechikish odatdagi muddatda oshib ketsa, albatta murojaat qilish kerak. Uchinchi nozik jihat qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ayrim pensiyalarda aliment, kredit, sud qarori ortiqcha to'langan summani qaytarish kabi ushlab qolishlar bo'lishi mumkin. Bunday holatda pensiya oshsa ham qo'lga tegadigan pul kutilgandan kam bo'lishi mumkin. Masalan, fuqaroning pensiyasi 2 million so'mdan 2 million 200 ming so'mga oshdi. Lekin unda ijro hujjati bo'yicha ma'lum foiz ushlab qolinayotgan bo'lsa, bank kartasiga to'liq 2 million 200 ming tushmasligi mumkin. Shuning uchun odam avvalo ushlab qolish bor yo'qligini bilishi kerak. To'rtinchi nozik jihat. Ishlayotgan pensionerlar. Ko'pchilik so'raydi, agar men pensiya olib yana ishlayotgan bo'lsam, menga ham oshadimi? Umumiy qoida bo'yicha pensiya tayinlangan bo'lsa va qonun bo'yicha to'lanayotgan bo'lsa, oshirish tartibi unga ham taalluqli bo'lishi mumkin. Lekin ishlayotgan pensionerning ayrim qo'shimcha hisob kitoblari keyingi ish staji uchun qayta hisoblash masalalari alohida tartibda bo'ladi. Masalan, kishi pensiyaga chiqqandan keyin yana 2 yil rasmiy ishladi. U pensiya oshirilishini olishi mumkin. Lekin shu 2 yil ish staji pensiyaga
qanday ta'sir qilishi alohida murojaat va hisob kitobni talab qilishi mumkin. Buni joydagi pensiya jamg'armasidan tekshirtirish kerak. 5-nozik jihat, hujjatlardagi familiya, ism, otasining ismi farqlari. Ayniqsa ayollarda nikohdan oldingi familiya, nikohdan keyingi familiya, mehnat daftarchasidagi yozuv, pasportdagi yozuv farq qilishi mumkin. Masalan, mehnat daftarchasida Karimova, pasportda Qodirova bo'lsa, bu stajni tasdiqlashda muammo tug'dirishi mumkin. Pensiya oshirilishi avtomatik bo'lsa ham, keyinchalik pensiyani qayta hisoblatish uchun hujjatlar tartibli bo'lishi shart. 6-nozik jihat, arxiv hujjatlari. Ko'p odamlar Sovet davrida yoki 1990-yillarda ishlagan, lekin korxona yopilib ketgan. Korxona yo'q. Demak, stajim yo'qoldi deb o'ylash noto'g'ri. Arxivlarda buyruqlar, ish haqi vedomotlari, shaxsiy kartochkalar saqlangan bo'lishi mumkin. Agar sizda pensiya miqdori kam deb o'ylasangiz, aynan shu arxiv hujjatlari yordamida pensiyangizni oshirishga erishishingiz mumkin. Bu umumiy pensiya oshirilishidan ham muhimroq natija berishi mumkin. 7-nozik jihat, nafaqa bilan pensiyani aralashtirmaslik. Ba'zi fuqarolar pensiya emas, ijtimoiy nafaqa oladi. Masalan, yetarli ish staji bo'lmagan keksalar, ayrim nogironligi bo'lgan shaxslar, boquvchisini yo'qotgan bolalar uchun to'lovlar turli nomlarda bo'lishi mumkin. Qarorda aynan qaysi to'lovlar oshirilgani ko'rsatiladi. Shuning uchun o'zingiz olayotgan to'lovning nomini biling. Bankdan tushgan pulni pensiya deb umumiy aytamiz, lekin hujjatda u boshqa toifa bo'lishi mumkin. Endi eng muhim qism, siz amalda nima qilasiz? Men sizga ketma-ket tartib beraman. Birinchi qadam, o'tgan oy va joriy oy pensiya tushumini solishtiring. Bank kartasi orqali olsangiz, mobil ilova, bankomat yoki bank filialidan ko'chirma oling. Naqd pul olsangiz, yetkazib beruvchi tashkilot bergan ma'lumotni saqlab qo'ying. Shunchaki menimcha kam tushdi deyish yetarli emas, aniq raqam kerak. Ikkinchi qadam, o'zingizning pensiya turini aniqlang. Yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Buni bilmasangiz, pensiya jamg'armasining tuman bo'limiga murojaat qilib, menga tayinlangan to'lov turi va hisoblangan miqdori haqida ma'lumot bering deb so'rashingiz mumkin. 3-qadam, hujjatlaringizni tartibga keltiring. Eng kerakli hujjatlar: pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, mehnat daftarchasi, ish stajini tasdiqlovchi ma'lumotnomalar, arxiv hujjatlari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar. Nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi guvohnoma, nogironlik bo'lsa, tibbiy xulosa, bank kartasi rekvizitlari. Agar boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'lsa, tug'ilganlik ya'ni guvohnomasi. O'qish joyidan ma'lumotnoma kabi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. 4-qadam, agar pensiya oshirilmagan deb hisoblasangiz, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Yozma murojaat qiling. Murojaatda shunday mazmun bo'lishi mumkin: menga tayinlangan pensiya miqdori bo'yicha oxirgi oshirishdan keyingi qayta hisob kitobni tushuntirib berishingizni, pensiyam qaysi asosda va qancha miqdorda hisoblangani yozma ravishda ma'lum qilishingizni so'rayman. Mana shunday yozsangiz, sizga aniq javob berilishi kerak bo'ladi. 5-qadam. Pensiya jamg'armasiga borishdan oldin telefon orqali yoki onlayn xizmatlar orqali ma'lumot oling. Hozir ko'p masalalarni Davlat xizmatlari markazi, MAY, Gov.uz portali yoki rasmiy ishonch telefonlari orqali aniqlash mumkin. Lekin murakkab holatlarda, masalan, staj tan olinmagan, hujjat topilmagan, pensiya noto'g'ri hisoblangan deb o'ylasangiz, bevosita tuman bo'limiga borish foydali. 6-qadam, arxivga murojaat qilishdan qo'rqmang. Agar siz 1990 yoki 2000 yillarda ishlagan bo'lsangiz, korxona nomi, taxminiy ishlagan yillaringiz, lavozimingiz joylashgan hududni yozib oling. Arxivga so'rov yuborishda falon yillarda falon korxonada ishlaganimni tasdiqlovchi ma'lumotnoma va ish haqi haqidagi ma'lumotlarni berishingizni so'rayman deb yoziladi. Bu hujjatlar topilsa, pensiyani qayta hisoblash uchun asos bo'lishi mumkin. 7-qadam, bankdagi muammolarni alohida tekshiring. Ba'zan pensiya jamg'armasi pulni o'tkazgan bo'ladi, lekin karta bloklangan. Muddati tugagan yoki hisob rekviziti o'zgargan bo'ladi. Shuning uchun bankka borib, pensiya tushumi bo'yicha hisobimda cheklov bormi, karta faolmi, oxirgi tushum qachon bo'lgan deb so'rang. 8-qadam. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Pensiya oshishi haqida xabar chiqqan vaqtda ayrim odamlar, men sizga pensiyani oshirib beraman, hujjatni tezlashtirib beraman, pul o'tkazing deb aldashi mumkin. Hech qachon notanish odamga pasport rasmini, bank karta raqamini, SMS kodini bermang.
Pensiyani oshirish rasmiy tartibda qilinadi. Agar kimdir sizdan pul so'rasa, bu juda xavfli belgidir. 9-qadam. Oilangizdagi keksalarga yordam bering. Ko'p ota-onalarimiz bank ilovasini ishlata olmaydi. Hujjatlarni tushunmaydi. Navbatda turishdan o'ladi. Farzandlar va nevaralar sifatida biz ularning pensiya tushumini tekshirib, hujjatlarni papkaga joylab, kerak bo'lsa murojaat yozib berishimiz kerak. Bu faqat pul masalasi emas. Bu insonning o'z mehnati evaziga olish kerak bo'lgan haqqidir. 10-qadam. Pensiya miqdorini faqat qo'shnining puli bilan solishtirmang. Qo'shningiz ko'proq olsa, uning staji, ish haqi, imtiyozi yoki pensiya turi boshqa bo'lishi mumkin. Sizga kerak bo'lgani solishtirish emas. O'zingizning hisob kitobingiz to'g'ri yoki noto'g'ri ekanini bilish. Buning uchun rasmiy ma'lumot talab qiling. Demak, qaror qabul qilingan bo'lsa, pensiyalarni oshirish endi rasmiy tartib asosida amalga oshiriladi. Lekin har bir fuqaro bilishi kerakki, oshirish hamma uchun bir xil summada bo'lmasligi mumkin. Hisob kitob, pensiya turi, staj, ish haqi, qo'shimcha ustama va mavjud hujjatlarga bog'liq. Kimning hujjatlari joyida bo'lsa, odatda jarayon avtomatik kechadi. Kimda staj, arxiv, bank kartasi, familiya o'zgarishi yoki nogironlik hujjatlari bo'yicha noaniqlik bo'lsa, albatta tekshirtirish kerak. Men sizga maslahat beraman. Pensiya tushumini tekshiring. Hujjatlarni tartiblang. Kerak bo'lsa yozma murojaat qiling va faqat rasmiy manbalarga ishoning. Agar bu mavzu sizga foydali bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Sizning hududingizda pensiya oshirilgani sezildimi? Qancha farq bo'ldi? Muammo bo'ldimi yoki hammasi avtomatik tushdimi? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, pensiya olayotgan tanishlaringizga yuboring. Chunki odam o'z haqqini bilsa, uni himoya qila oladi.